Qani, nima bo'lyapti bu yerda Botir aka? Mana. Bitta qo'yib bering buni, bitta qo'yib bering buni. Razmerlarni bitta olib beraylik buni. Qanaqa kelyapti bu? Bu yog'imiz mana baravar, bu yog'imiz o'zi mana shuncha qochib turibdi. Lekin mashina ham ijod qilyapmiz. Kutamiz, ijodni bombasi bo'lyapti. Bilsanglar, mana shunaqa shestigranli kafillarni bor-ku, gradus kelmaydi. Va Botir aka, xuddi shunaqa buni ham gradus kelmayapti. Mana shunaqa holatda qanaqa terish kerak bo'ladi? Ostiga ko'rsatamiz. Mana shunaqa qilib zajimlarni o'ziga terib chiqiladi. Hozir ko'rasizlar nima bo'lishini. Mana o'rtoqlar, mayda kafilni nima sababdan qimmatga teriladi? Ko'ryapsizlar, qanaqa ijod bo'lyapti bu yerda. Qarini inini birinchi bu yoqda taxlab olamiz. Keyin buni bu yoqqa hozir olib kiramiz. Qani ko'taringchi og'a. Tayyormi bu? Assalomu alaykum. Ana sizlarga life hack. Bu life hack qayerdan o'rgandi? Artyom Chiva, rossiyskiy ustalardan. Qani ketdik, ichkari kiramiz. Ko'ryapsizlar, zajimlarni mana qadab tashlagan. Ideal. Lekin diagonal ketayotibdi. Endi u yog'i fugada bo'ladi-da. Xizmatda bo'lsangiz turasizlar. Mana shunaqa xizmatlar bilan chiroyli qilib chiqarib beramiz. Xullas, improvizatsiya qilib tashlayveramiz bo'chasiga. Mana shogirdni kesish jarayoni. Bismillah. Ana, qani? Shogirdlar mana gazini bosyapti. Shogirdni silay bosib.